Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga qanaqa qilib попутный taksi, то есть yo'l yo'lakay taksilarni zakaz berish, qulay narxda zakaz berish o'rgatib yuboraman. O'sha Shoh do'stim bunga o'rgatib yuboraman. Xudo xolasa. Tayyormisiz Shoh? Tak, hozir mana telefon, iPhone va boshqa любой telefon qilsa ham bo'laveradi. Alipayga kirasizlar, Didini topsanglar bo'ladi. Menda Didi postoyanno tayyor bo'ladi. Shundoq kiradigan bo'lsanglar, mana shu funksiyani bosamiz. Bu Didida zakaz berish. Kuponlarni olasizlarmi? Men endi olmayman u narsalarni. Qatdan zakaz berishni tanlaymiz. Misoli, sizlar Dasing, Jichang kelayotgan bo'lsanglar, tanlaysizlar, qayerga tushdinglar, manzilni talab bo'lgandan keyin, misoli hozir men mana birinchi etaj keyin qayerga boraman, misoli men mana shu Dasing boshqa tarafiga boraman, tanlaymiz. Vaqtni tanlaymiz bu yerda. Bugunmi, ertagami, inningami, chistoni tanlaymiz, vaqtini tanlaymizda keyin bo'ldi. Cho'rin. Bo'ldi mana. Narxlari chiqadi. Birinchisi odamlar bilan birga ketish, nechta odam bo'lishiga qarab turib narx chiqadi. 43 yuan atrofida bo'ladi. Yoki o'zingiz ketaman deganni ham tanlasangiz bo'ladi. Bo'lishi bilan o'rtadagini bosamiz. Siz birinchisi bu yo'l anavi platniy dorogaga to'lashni tanlasangiz bo'ladi. Yoki o'rtada hamma bilan deb aytiladi, tipi 50 popolam. Bunisi men to'lamayman deganini bossangiz bo'ladi. Ko'pincha o'zi men to'laymanni bossa bo'ladi yoki o'rtani bosamanmi. Bo'ldi. Nechta odamligini tanlaysizlar? 2 ta odam, 3 ta odam, 4 ta odam ketyapsizlarmi? O'shani tanlaysiz bo'ldi. Keyin mana bosaveramiz. Bu yerda to'lash kerak bo'ladi. O'sha oplata oldindan to'lanadi. Bo'ldi. Tanlab olgandan keyin mana to'g'ri keladiganlarni chaqirib chiqamiz mana. Meni olib ket, meni olib ket deb misoli taklif qilasizlar. Agar atmen beradigan bo'lsanglar, mana kirib mana уже mana oldi, mana qabul qildi, mana srazu qabul qildi. Olib ketishga tayyor. Men yo'q deb rad etaman bunga. Misoli tanlasa ham bo'ladi. Menga kerak emas deb qaysidir sabab tanlab bo'ldi. Keyin xohlasanglar atmen qilib yuborasizlar bu narsani ham. Уже mana chishani bossanglar ham normalniy qilsa bo'ladi. Tushunarlimi? Bu birinchi platforma. Dididagi platforma. Keyin ikkita platforma bor yana. Kelamiz yaqinroq kelamiz. Emapda ham misoli sizlar dachani tanlasanglar bo'ladi. Dachani ichida tak mana shum funksiya degan bor. Bu yerda ham shum funksiya bosamiz. Xuddi o'sha narsa tepada qayerdan ketishlaringiz, qayerga borishingiz, xuddi o'sha protsedura Shoh. Dididga o'xshab. O'sha protsedurani yana nimada qilsa bo'ladi? Mana Dida degan programma bor. U spesialni o'sha boshida nima uchun yaratilgan? Попутный mashinalar uchun yaratilgan. Bu yerda ham xuddi o'sha narsa. Boshida обязательно registratsiya qilib olamiz bularda. Mana akkauntga kiramiz. Qayerdan borish, qayergacha borish tanlanadi hamma narsa. Keyin o'sha oplata qilinadi. Taklif qilasizlar shopirlarni, chiqsa chiqadi. Bo'ldi. Yana menga qarang. Bitta narsa tushuntirishim kerak sizlarga. Platniy yo'l bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha shopirlar siz o'zingiz to'lagan yo'lga rozi bo'lishadi. To есть papalam qilishni yoqtirmaydi ular. Tushundingizmi? Yana bitta narsa, buni 3 dan oldin qilish kerak iloji boricha. Oldinroq, to есть ko'pincha bir kun oldin qilasiz, keyin srazu chiqadi. Ko'p joylarga qilsa bo'ladi, Pekinmi, boshqa shaharlarda ham qilsa bo'ladi. Bu narsa muammosi yo'q. Savollar bormi, Shoh? Savol bor. Misol uchun aytaylik, zakaz berdingiz, ancha vaqt o'tdi, konform qildi, ya'ni tasdiqladi, shakar, olib ketaman deb rozi bo'ldi, kelishdinglar. Bexosdan qanday ish chiqib qoldi. Shopir yo'q, shopir emas, sizniki. To есть bunaqa holatlar ham bo'ladi. Kerak bo'lsa, mana shunaqa bo'lganki, 1 soat oldin kelayotgan paytda atmenni bosib olishi mumkin shopir, yoki siz ham atmenni bosib olishingiz mumkin. Sizga pul qatar beriladi, polni qatarlar. Siz o'zingiz atmen qilsangiz ham. Da. Polni qatar. Hech qanaqa hali unaqa shtraf qiladigan joylar yo'q. Chiqmadi, lekin chiqib qolishi mumkin deb o'ylayman. Bitta narsa tayyor bo'linglar, bu попутный mashinalar. То есть u ishdan qaytayotgan odam bo'lishi mumkin.
или qanaqadir nima bo'lishi mumkin. Misol yo'l yo'lakayda u mabop. Sizlarga majburiyatlar ham yo'q. Любой payt atmeni bosib yuboradi. Любой payt rozi bo'ladi. Ba'zida shunaqa holatlarim ham bo'lgan. Telefon qilib turib, nomerimni so'raydi. Davay dedi, через platforma emasdi, o'zimga pul berasan dedi. Iloji boricha unga qilmaymiz. Platforma orqali ishlagan xavfsizlikroq desa bo'ladi. Uni tashlab qo'yganingizdan keyin qaytarib olish imkoni bor. Yana bitta savol bor edi. Birdaniga shu ko'rsatgan 3 ta ilovangizdan, ya'ni appdan zakaz etsa bo'ladimi birdaniga? O'zi aslida Baiduda ham bor, adashmasam, lekin menda Baidu yo'q. Baidu Map, Emap, Dida, Didi. Kerak bo'lsa 4 ta platformadan ham zakaz qilsa bo'ladi. Qaysi biri normal narx taklif qilsa, u yerda savdolashib ham bo'lmaydi. To'g'risini aytganda o'sha chiqqan narx bosiladi. O'zi life hack. Birinchidan sizlar agar narsalaringiz jam ko'p bo'lmasa, share taksini olasizlar. Agar share sizlar uchdan oldin chiqmaydigan bo'lsa, nimani bosib yuboramizda? Bitta o'zim ketadigan taksi. O'sha baribir arzon chiqadi. Yana bitta savol bor. O'sha zakaz berayotgan, ya'ni buyurtma berayotgan taksingizni qancha vaqt oldinroq qo'ygan yaxshiroq? Aytayapman-ku, 1-2 kun oldin boshlaysiz uni zakaz qilishni. Keyin bir kun qolganda, misol 2 kun oldin srazu zakaz qabul qilingan bo'lsa, telefon qilib tasdiqlaysiz. Shoferga telefon qilasiz. Aniq ketadiganmi deysiz. Xo'p deydigan bo'lsa, bo'ldi, qolganlarni atmen bera olasiz. Agar bir kun oldin, mayli 3 yildan oldin baribir taksi chiqmaydigan bo'lsa, boshqa nimani tanlash kerak bo'ladi. To есть o'zim ketaman deganni tanlash kerak bo'ladi. Bitta o'zim ketaman deganni tanlash kerak bo'ladi. Operatordan ham savol bor. Savol berur. Qani, odam qo'shilib ketganda ko'proq chiqadimi yo bitta o'zi ketganda ko'proq chiqadimi? Bir o'zing ketsa, qimmat Olishi ehtimoli qaysi biri ko'proq? O'zing ketadigan bo'lsang, aytayapman-ku, bular yo'l kiragiga to'lashda, yo'lga to'laysan, trassaga. O'shanisiga ham qaraydi-da. Chunki shofer san bilan papalan to'lagisi kelmaydi ba'zida. O'sha narsasi ham bor. O'shanga san iloji boricha o'zing ketsang, ularga yaxshiroq. Chunki salonni to'lishini kutib o'tirmaydilar ular. Bitta ko'chaga chiqib, mashina to'lib ketadi-ku o'zimizdan. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa bo'lmaydi. Bitta o'zing o'tirasan, sal ko'proq pul to'laysan, zato o'zing mazza qilib ketasan, xohlagan ishingni qilib. Hech kim senga xalaqit qilmaydi. Bo'ldi. Tushunaylik. Bay bay.